Assalomu alaykum. Men Javleb Baxtiyor, Toshkent kimyo texnologiya instituti neft va gazni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi 3-kurs talabasiman. Mavzu termik gazlar ishlab chiqarish uchun termik cracking qurilmasi. Xomashyo bir nasos orqali so'rib borib, 20 issiqlik aralashtirgichda cracking orqali so'rib borilib, 11-verifikatsiya kolonnaga pastki qismiga beriladi. 11-kolonna yarim yopiq tarelka bilan ikki qismga bo'lingan. Bug'lar pastki qismdan yuqori qismiga o'tadi, suyuqliklar esa pastki qismida yig'iladi. Bu yerda suyuqlik 9-nasos yordamida olinib, 3-zimikli pechga beriladi. Kolonnaning pastki qismidan xomashyoning og'ir qismi 10-nasos yordamida olinib, 2-zimikli pechga beriladi. 3-zimikli pechdan chiqayotgan mahsulot 4-kameraga, undan so'ng esa 7-yuqori bosimli bug'latgichga o'tadi. Bu yerda aralashma suyuq cracking 12-past kolonnaga tushadi. 7-kolonnadan chiqayotgan gaz va bug'lar 11-ning pastiga yuboriladi. 7-kolonnaning yuqorisidan chiqayotgan gaz va bug'lar 11-kolonnaning pastiga yuboriladi. 11-kolonnaning yuqorisidan gaz va fraksiyalar chiqib, 11-kolonnaning yuqorisidan benzin va gaz fraksiyalari chiqib, 6-sovutgichdan 5-separatorga tushadi. Bu yerda benzin bilan gaz ajratiladi va benzin barqarorlashtirishga yuboriladi. 8-nasos yordamida benzinning bir qismi 11-kolonnaning yuqori qismiga tushadi. 12-kolonnadan bosimning pasayishi tufayli gazal fraksiyasi ajraladi. Bu yerda kondensatning bir qismi sug'orish maqsadida 15 orqali 12ga yuboriladi. 16-nasosdan olinib, 17-kolonnaga beriladi. Termik gazlar 17-orqali chiqariladi. Cracking qoldiq bitim ishlab chiqarishda ishlatiladi. Vakuum kolonnada termik gazlar chiqish 72%. E'tiboringiz uchun rahmat.